Akalar, bu videoni o'tkazib yuborishga shoshmanglar. Aynan shu video sizni tom yopishingiz uchun ancha manfaatli bo'ladi. Narxlari qulay, sifatli va arzon bo'lgan strapilalarimizni ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Like bosib, obuna bo'lib, fikringizni yozib ketasizlar akalar. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Assalomu alaykum akalar. Biz strapilarimizni sinashni boshladik. Razmerlarini, narxlarini video davomida aytamiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Kimga shunaqa holatda strapila kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Assalomu alaykum akalar. Manzilimizni oldindan aytib tushuntirib ketamiz. Farg'ona viloyati Rishton tumanida joylashgan do'kon. Xo'p, Rishtonda chorva bozori bor. To'g'rimizda chorva bozori, ro'parasida taxt do'konimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. 50-60 turdan ortiqroq tovarlarimiz bor. Sizlar uchun qurilishga doir nima kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring, biz chiroyli chiqarib ko'rsatib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Strapilar, kapol, taxta to'sin, vassa, qamish, shipar, gipsakarton, taxta panel, DP, shunga o'xshash tovarlarimizdan juda ko'p. Har xil razmerlari, har xil turlari, arzoni, qimmati, sifatlisi hammasidan bor. Ko'rib baho beraverasizlar akalar. Videoni olishni boshladik. Xo'p akalar, strapilani qanaqa holatdagisini qoqsam manfaatli bo'ladi, mustahkam bo'ladi va arzon tushadi degan akalarimiz uchun shu videoni tayyorlashga tushdik. Terakdan chiqarilgan holatdagi obreznoyimiz bor. Razmerlarini hammasini, to'liq razmerlarini aytib ketamiz. 10,5 ga 3,5 minisoy holatda bo'ladi. Qalinligi 3.3, 3.4 shunaqa holatda chiqadi. Buni ko'rishlaring mumkin. Bir tomonlama shipirga qoqsalaring bo'laveradi, o'rtasiga tragon tortish kerak. Tortmaydigan bo'lsa, bir dona shipirimiz 25 kg bo'ladi. Oddiy shipir qoqaman deganlarga bu bel berib yuboradi. Xo'p, undan keyingisi bu rossiyskiy bo'ladi. Rossiyskiy 4 metrlik bu ham mana shu holatda sifati ozmoz garbili bo'ladi, lekin tera narxdan ham arzonroq chiqadi bu narxi. Buni narxi 37 ming so'mdan 9 ga 3,5 lik, bu minisoy razmer, pilisoy emas akalar. Ko'rishingiz mumkin mana. Xo'p, undan ko'ra sal jonlirog'ini so'ragan akalarga 10,5 ga 3,5 lik minisoy holatdagi strapilamiz mana ko'rishingiz mumkin. Bularda hammasi ozmoz garbil bo'lish mumkin. Strashniy holatda bir dona ham chiqmaydi, berilmaydi. Lekin putag'i ko'rishingiz mumkin mana shunaqa holatda. Nolobga emas, lekin putag'i katta sinib ketadigan holatdagisi ham yo'q. Mayda putaq, sortda sasna bular hammasi. Mana holatda, bunaqa holatda mana garbili ko'rinib, isboti bilan 100% sasna bular. Xo'p, buni narxini 45 ming so'mdan qo'yib qo'ydik. Agar terakni mana shunaqa holatdagisi bo'lsa, razmer shunaqa holatda garbilsiz bo'ladigan bo'lsa, terak narxi ham 45 ming so'm o'zi aslida. 10 ga 4 bu pilisoy razmer. Eni 10 chiqadi, to'liq, qalinligi ham 4 chiqadi, to'liq, uzunligi ham 4 metrdan uzunroq. Mana shu holatda putag'i ham mayda putaq, sinib ketadigan holatda putag'i yo'q. Buni narxini 55 ming so'mdan qo'yamiz akalar. Xo'p, endi bundan ko'ra sal kattarog'iga o'tamiz. To'liq 12 ga 4 lik razmerimiz bor. Bu to'liq razmer hammasi 12 ga 4 ko'rishingiz mumkin. Garbili, bunaqa strashniy garbili yo'q bularda ham. Mana shu holatda putag'i ham sinib ketadigan holatda putag'i yo'q. 100% sasna 65 ming so'mdan ulgurji olganga hammasini o'tib beramiz. Agar kamroq 5-10 ta, 20 ta olsa, bular shundan ulgurji ko'proq olaman degan odamlarga chin-depinda yo'l bilan qilib beramiz. Xo'p, endi 14 ga 3,5 lik minisoy bu. Qalinligi 3.2 chiqadi. Uzunligi 4 metrlik shu holatda mana ko'rishingiz mumkin. Buni narxi 60 ming so'm. Xo'p, mana 12 ga 4 tikka qo'ygandan keyin, mana 14 ga 4 tikka qo'ygandan keyin ikkovini deyarli baquvvatligi bir xil bo'lib qoladi. Narxi ammo 5 ming so'm, bu arzonroq chiqadi. Endi ikkovidan ko'ra ham menga qalinrog'i, baquvvatroq sifatlisi kerak degan akalarga 14 ga 4 likni tavsiya qilamiz. Buni sifati zo'r chiqadi, xudo xolasa. Tekizliklari hammasi liniyalar tekis, bel berib o'rgani, qiyshayib ketgani, sinib ketgan holatdagisi bir dona ham chiqmaydi ularning ichida. To'liq razmer bo'ladi. Bu 12 ga, bu 14 ga 4 lik bo'ladi. Narxini 75 ming so'mdan qo'yamiz akalar. Ko'ringlar mana sifatini.
sinib ketadigan holatda putog'i yo'q bo'lardi. Oz-moz garbilchasi bor, xolos. Ammo tekizligi, sorti, hamma tomonlama zo'r chiqaveradi. Buni narxi 75 ming so'mdan. Endi bundan ham kattaroq razmer so'raganlarga o'rtasiga umuman progon qo'ymayman deganlarga bu 16 ga to'rlik strapilamiz bor. Bu ham 100% sasna bo'ladi. Mana shu holatda tekizliklar, liniyalar hamma tomondan tekiz, zo'r pechat chiqadi. Narxi 90 ming so'mdan ulgur joyganga buni ham narxini kelishtirib beriladi. 8 xil turdagi 4 metrlik strapileramiz, mana ko'rishingiz mumkin. Sizlar uchun qaysi biri ma'qul kelsa, narxi, sifati, razmeri qaysi biri ma'qul kelsa, bemalol aloqa chiqsalaring, chiroyli qilib beramiz. Dastlabkamiz yo'q akalar, lekin agar uzoqroqdagilarga dastlabki qilib ber deydigan bo'lsalaring, mashina topib, yo'l kirasini aytamiz, o'zimiz yuklab beramiz. Kelishilgan holda bu. Bu strapileramiz faqat strapil uchun ishlanmaydi. Agar polga lagi ishlataman degan akalarga ham bularni polga lagiga qilsa bo'ladi. Buni ham razmerlarga qarab tanlasa bo'laveradi. Xo'p, o'rtasiga progon qo'yaveraman, stoykasini qo'yaveraman baquvvatroq qilib deganlarga kichikroq razmerlari ham bo'laveradi. Bo'lmaydi emas. Lekin bu kichkina holatdagi razmerdagidan ko'ra hech yo'q 12 ga 4ligidan qoqilsa manfaatliroq bo'ladi. Chunki hozir qoqsangiz strapilarni, mana kichkina holatdagi strapilar yoki bu terayni qoqadigan bo'lsangiz, 1 yil, 2 yil davomida qimirlamasdan, o'ynamasdan turishi mumkin. Lekin 1-2 yildan keyin bular o'ynab qolish ehtimoli yuqori. Shuning uchun iloji boricha qalinroq, baquvvatroq strapilar olib turib, stoykani yaxshilab mustahkam qoqsangiz, kamida 10-15 yil davomida qimirlamasdan xizmatingizni qiladi. Shuning uchun sizlarga akalar, jindik baquvvatroq, qimmat bo'lsa ham qalinrog'ini tavsiya qilib qolaman. Chunki pol qoqish oson emas. 1-2 yildan keyin yana unga ortiqcha xarajat qilib, mehnat qilib, buni boshqatdan qoqishda keragi yo'q. Imkoniyatga qarab tanlasalaring, chiroyli qilib beramiz akalar.